Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammangiz sog' salomatmisizlar? Hamma erkaklarimizni 14-yanvar Vatan himoyachi kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hurmatli erkaklar, hammangiz sog' salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin, hammangiz oilangizga bosh bo'linglar, topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Farzandlaringlarni hamisha kamolini ko'rib yurish nasib qilsin. O'rtoqlar, hozir biz mana avtosalonga ketyapmiz. Ko'plar so'rashyapti bizdan. Rasrochkalaringlar hali ham bormi deyishyapti. Albatta bor. Sergeli tumanida mana Turon avto, Bektemir tumanida Avtokar va Toshkent tumanida, ya'ni o'sha viloyatida, Toshkent viloyatida Shedevr Motors avtosalonlar o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bemalol kelaversanglar bo'ladi. Hammanglarni o'zimiz avtosalonlarimizda kutib qolamiz. Rasrochkalarimiz ham boshlang'ich to'lov 10% bilan avtokreditlarimiz ham mavjud. Kelaveringlar.